Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 16-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi, hududlarda ishlarning borishi, aholini o'ylantirilayotgan masalalarga yechim topish yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi va asosiy vazifalar belgilab olindi. Shu kunning o'zi davlatimiz rahbari Toshkent shahrida rejalashtirilgan qurilish va jamoat transporti loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi ikkinchi sammitda ishtirok etish uchun 17-iyun kuni amaliy tashrif bilan Ostona shahrida bo'ldi. Ostona shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning muzokaralari bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammitida ishtirok etdi. Siz bilan yana uchrashganimdan juda xursandman. Qadrli do'stim, aziz birodarim, janob prezident, sizning oqilona rahbarligingiz ostida O'zbekiston rivojlanishning yangi yo'liga chiqdi. Qardosh qo'shni sifatida Xitoy bu yutuqlaringizdan chin dildan mamnun. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Прежде чем предоставить слово президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву, хотел бы от всей души поздравить его с историческим достижением в области спорта, выходом национальной сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, огромная благодарность за теплый прием и организацию на высоком уровне второго саммита Центральная Азия-Китай. Китай и страны Центральной Азии связывают многовековые узы дружбы и партнерства, основанные на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной выручке, стремлении к сближению и развитию сотрудничества. Iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent Sharqiy aeroportida qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Parkent tumaniga tashrif buyurib, Parkent-Soy turar joy massivining qurilishi bilan tanishdi. Shu yerda tumanni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot hamda parkentlik faollar bilan muloqot bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Parkent tumaniga tashrif chog'ida Kumushkon mahallasida bo'lib, sayyohlik salohiyati va mehmon uylarini ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbari Parkent tumanida intensiv bog' faoliyati bilan ham tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Parkent tumaniga tashrif davomida Oltinbel cho'qqisidagi dam olish maskani va yangi tog'chan kurorti loyihasini ko'zdan kechirdi. Hududlarning o'sish nuqtalarini aniqlab, samarali ro'yobga chiqarish, har bir imkoniyatni loyihaga aylantirishga qaratilgan islohotlar natijasi Parkentda yaqqol namoyon bo'ldi. 2025-yil 23-25-iyun kunlari O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Davlat xizmati forumiga mezbonlik qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Davlat xizmati forumiga yaqinlashmoqda. Bu gal Samarqandda forum global sahnada davlat boshqaruvidagi eng yirik tadbirlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Maqsad esa bitta: barqaror rivojlanish va fuqaro manfaati uchun xizmat ko'rsatish. Forum raqamli transformatsiya, sun'iy intellektni davlat boshqaruvida qo'llash,
inson kapitalini rivojlantirish va barqaror boshqaruvning eng dolzarb masalalariga bag'ishlangan 20 dan ortiq interaktiv sessiyalarni o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt davrida davlat xizmati transformatsiyasi mavzusidan tortib, so'nggi milliya muammolarini hal etish yo'llarigacha muhokama qilinadi. Sizni yangi g'oyalar, innovatsiyalar va global imkoniyatlar kutmoqda. Forumda 40 ga yaqin davlatlarning vazirlari va yuqori martabali vakillari ishtirok etishadi. Ular raqamlashtirish borasida tajriba almashish va xalqaro hamkorlik uchun beqiyos imkoniyat yaratadilar. Anjumandan innovatsiyalarni jadallashtirish mavzusi va elektron hukumatdagi yutuqlarni e'tirof etish marosimi ham o'rin olgan. BMT Davlat xizmati forumi. Bu shunchaki tadbir emas. Bu kelajakni birga qurish imkoniyatidir. Tez kunda Samarqandda ko'rishguncha. Moody's xalqaro reyting agentligi O'zbekistonning suveren kredit reytingi bo'yicha prognozini barqarordan ijobiyga o'zgarganini ma'lum qildi. Bugungi kunda O'zbekiston xorijiy investorlar tomonidan global barqarorlik sharoitida ham barqaror o'sishga qodirligini namoyon etayotgan ishonchli hamkor sifatida qabul qilinmoqda. Bu sa'y-harakatlarning barchasi 4-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumining muvaffaqiyatli o'tkazilganida o'z aksini topdi. Prognozning yaxshilanishi 2030-yilga borib O'zbekistonning kredit reytingini ishonchli investitsion darajaga ko'tarish bo'yicha qo'yilgan maqsad sari birinchi qadamdir. Jadid gazetasining navbatdagi sonida jadidlik harakatiga doir qiziqarli faktlarga asoslangan maqolalar, dolzarb masalalar yuzasidan tanqidiy tahlillar, she'riyat namunalari, kitobxonlik keng targ'ib qilinuvchi tadbirlar, tanlovlar haqida mazmunli materiallar o'rin olgan. Torning cho'michdan farqi. Maqolada muallif milliy qo'shiqchilik san'atidagi ba'zi kamchilik va qusurlar haqida o'zining achchiq mulohazalarini, tanqidiy fikrlarini bildirar ekan, Komiljon Otaniyozov, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov va Mukarrama Turg'unboyeva kabi buyuk san'atkorlarning hayoti va odob axloqiga yuqori baho beradi. Ular yuksak iste'dodli bo'lishsa-da, hech qachon o'zlarini eldan ustun tutishmagan, oddiy xalqona hayot kechirgan, kibrdan yiroq bo'lishganini ta'kidlaydi. Hozirgi ba'zi hofizlar esa ovozsizlik, taqlid, soxta gulbozlik, teleshou va muhokamalar bilan san'atni ko'ngilochar tijorat vositasiga aylantirib yuborishganini aytadi. Shuningdek, muallif ayrim zamonaviy xonandalarni so'zlar talaffuziga be'tiborlik, ma'nodorlikka xiyonat qilishayotganini ta'kidlaydi. Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlar paytida sahnada hech kim soxtakorlik qilmagan. Ovozi, iste'dodi bor odam o'rtaga chiqqan. Tumonat tinglovchisini sel qilib qo'shiq kuylagan. Ovozi yo'q, umrida qo'liga cholg'u asbobi ushlamagan odamlar esa boshqa. Qo'llaridan keladigan ish bilan shug'ullanishgan. Ya'ni kim oshpaz oshpazligini, nonvoy nonvoyligini qilgan. Hofizlar esa ularga qo'shiq kuylashgan. Avvallari ham el yurtda to'y tomoshalar bo'lgan. Hofiz va hofizalar xizmatda bo'lishgan. Ammo qo'shiqchilar navbat talashib, muxlislar ko'z o'ngida qirpichoq bo'lishmagan. Muallif ta'kidlashicha, maqolada aytilgan tanqidiy fikrlar qanchalik achchiq bo'lmasin, ular hayotda haqiqatdan ham ro'y berayotgan holatlardir. San'at va sahna muqaddas bo'lgani sababli undagi salbiy o'zgarishlar haqida ham ochiq gapirish zarur. Chunki san'at guldek nozik bo'lib, uni ehtiyot qilishga, asrab-avaylashga ham san'at ahli, ham muxlislar mas'uldirlar. Tanobi tortilgan tanobchilar. Maqola Muqimiyning Tanobchilar she'ri orqali tarixdagi adolatsiz soliq tizimi va uni amalga oshirgan mansabdorlarning, ya'ni tanobchilarning faoliyatini ochib beradi. Tanob qadimgi yer o'lchov birligi bo'lib, uni ataylab tortib o'lchash orqali dehqonlarni ko'proq soliq to'lashga majburlash kabi haqsizliklar amalga oshirilgan. Muallif Xiva xonligidagi tanob tizimi va Islomxo'ja singari adolatparvar shaxslarning bu illatga qarshi islohotlarini ta'riflaydi. Shuningdek, jadidlar, xususan Abdulla Qodiriy singari ma'rifatparvarlar ham tanobchilarning adolatsizligini qoralab chiqishganini tilga oladi. Maqolada bu tarixiy voqealar orqali bugungi kun kadastr va yer taqsimoti tizimida ham shunday illatlar ko'zga tashlanayotgani ta'kidlanadi. Shu bois muallif jamiyatda adolat va tozalikni ta'minlash uchun jadidlar singari murosasiz, bilimli, prinsipial fuqarolar zarurligini ta'kidlaydi. Jadid bobolarimiz ra'iyatni ma'rifatga chorlash, bilim olishga da'vat qilish bilan bir qatorda jamiyat hayotida ro'y berayotgan adolatsizliklarga ham qarshi turishgan. O'sha davrning vaqtli matbuotida chop qilingan tanqidiy, tahliliy maqolalarda goh-gohida ko'zimiz tanob va tanobchi so'zlarga tushadi. Ma'rifatparvar jadidlar soliqdan qochish uchun yer maydonlari hajmini, savdo tushumlari miqdorini yashirgan yer va mulk egalarini ayovsiz fosh qilishgan.
Bu qing'irliklarda ham tovoq bo'lgan tanobchi, soliqchilar ham keskin tanqidga uchragan. Shamayga borgan Otabek yoki Abdulla Qodiriy va Muxtor Avezov xususida mulohaza. Maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Qodiriy va qozoq adabiyotining giganti Muxtor Avezov o'rtasidagi ma'naviy va adabiy bog'liqlik tahlil qilinadi. Unda ikki adibning adabiy faoliyati, dunyoqarashi va milliy uyg'onish yo'lidagi xizmatlari ta'riflanadi. Qozoq adabiyotining giganti romannavisi Muxtor Avezov Abdulla Qodiriyni o'ziga ustoz deb bildi. Uning romannlariga bergan bahosida ham birovning gapiga o'xshamaydigan original bir mulohaza aynan Muxtor og'a qalamaga mansub. Abdulla Qodiriy Julqunboy yuksak romanlar yaratdi. Uning romannlari 20-yillarda go'yo tekis sahroda to'satdan Pomir tog'lari vujudga kelgandek paydo bo'ldi. Qodiriy asarlarini Qurmon G'ozi yoki Chaykovskiy kuylarini tinglagandek dam olib, miriqib, gasht qilib o'qiysan kishi. Uning tili ravon, shirali, musiqiy, menimcha hamma O'rta Osiyo xalqlariga ham tarjimonsiz tushunarli. Shu kabi tahliliy maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallardan onlayn o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum. M-Digest haftaning muhim voqealarini taqdim etadi. Xabaringiz bor, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi turli loyihalarni hayotga tatbiq etib keladi. Ziyolilarning ovozi jamiyat taraqqiyotiga oid nuqtai nazar loyihasi ham shular jumlasidan. Mazkur loyihaning jamiyat taraqqiyotida ziyolilarning ta'sir darajasini kuchaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Zero ziyolilar mamlakatning yetakchi kuchi, ularning ta'sir doirasi ham shunga mutanosib bo'lmog'i darkor. Loyihaning maqsad muddaosi ham ziyolilarning jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi ta'sir darajasini aniq va tizimli baholash mexanizmini yaratish. U eng avvalo o'zbek ziyolisi obrazini xalqaro miqyosda ilgari surish uchun ta'sirli ma'lumot platformasining yaratilishiga xizmat qiladi. Siz ko'rib turgan siyosiy ma'rifat soati Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri, viloyatlar, hokimlik va idoralarda, davlat tashkilotlari, boshqaruv organlarida birdek namoyish etib kelinmoqda. Ijodiy guruhimiz bilan Toshkent viloyatining Ohangaron shahridagi jarayonlarga guvoh bo'ldik. Markazimiz rahbari Ohangaron, Olmaliq hamda Angrenda faoliyat yuritayotgan hokimliklar vakillari, rahbarlar, mutaxassislar bilan uchrashdi. Yangi O'zbekistonning rahbar kadrlariga qo'yilayotgan talablar, zamonaviy yondashuv, yangicha fikrlashga oid qator mavzular ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Markazimizda ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan ijodiy muloqot tashkil etildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari bilan bo'lib o'tgan muloqotda sohada faoliyat yuritayotgan 137 nafar ana shunday ilg'or g'oya va tashabbuslarga ega yoshlar ishtirok etishdi. Bildirilgan takliflar inobatga olinib, yoshlarni xorijiy tillar, yangi va zamonaviy kasblar, so'nggi know-howlarni o'zlashtirishlari uchun yangi sharoit va imkoniyatlar yaratilishi, moddiy rag'bat berilishi aytib o'tildi. Ma'rifat karvoni loyihasi yuqori templarda davom etadi. Endigi lokatsiyalar Jizzax hamda Samarqand viloyati. Bir guruh ziyolilarimiz, olim va ekspertlar, ijod ahli ishtirokida o'tkazilayotgan seminar, treninglar, konferensiya va uchrashuvlar, tadbirlar xususida batafsil keyingi dasturlarimizda hikoya qilamiz. Demak, ma'rifat karvoni ziyo ulashishda davom etadi. Xabaringiz bor, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazidagi Yangi O'zbekiston yangi renessans bo'limini tashkil etish borasida olimlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mazkur jarayonlar yakuniy bosqichga yetmoqda. Taqdim etilayotgan ma'lumotlar to'plandi. Kreativ eksponatlar tizimlari tayyor. Endi bu jarayonlarni faollashtirish zarur. Birinchi galda topshiriladigan loyihalarni aniqlashtirish vazifasi turibdi. Bu borada olimlar bilan maslahatlashildi. Muhim vazifalar belgilab olindi. Davlatimiz rahbarining dolzarb 90 kunlik tashabbusi amalda. Namanganning Chortoq tumanida mazkur dastur doirasida tumandagi 2-maktabdagi bolalarning ta'tili mazmunli tashkil etilmoqda. Ta'kidlandiki, yozgi ta'til bolalar uchun dam olish, yangilik kashf etish va salohiyatini rivojlantirish imkoniyatidir. Bu imkondan samarali foydalanilayotgani quvonarli albatta. Andijon viloyatining Izboskan tumanida ham dolzarb 90 kun tashabbusi faol amalga oshmoqda. Xususan, shaxmat shashka musobaqalari, sport o'yinlari tashkil etilmoqda. Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanida esa Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Mazkur tashabbus respublikamizning barcha viloyatlari, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham yuqori tempda tashkil etilmoqda. Bu esa yozning soz o'tayotganidan darak beradi. Kino karvon loyihasi ham yuqori templarda davom etmoqda. Buxoro viloyatining Cho'lquvor mahallasi bolajonlari uchun Tumaris multfilmi namoyish etildi. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida esa Oy borib omon qayt filmi namoyishiga o'rin berildi. Ibn Sino haqida 10 ta fakt hamda Quyosh ta'mi filmini esa Buxoro tumanida tomosha qilishdi.
Jizzax shahridagi bolajonlar ham kino karvondan bebahra qolmadilar. Ular uchun milliy multfilmlar namoyish etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumani Kitob va telefon, Inson kitob bilan, Kitob inson bilan tirik videoroliklari va milliy multfilmlar namoyish etildi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi eksperti, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi, falsafa fanlari doktori, professor, barchamizning sevimli ustozimiz Jamila Shemuhamedovaning 75 yoshligini nishonlandi. Fursatdan foydalanib ezgulikka baxshida umr sohibasini qutlug' ayyom bilan tabriklaymiz. Shogirdlaringizga ziyo ulashishda davom eting. Bizda hozircha shunday yangiliklar, voqealar rivojini keyingi dasturlarimizda taqdim etamiz. Omon bo'ling. Misr noyob tarixi va bugungi kundagi zamonaviy rivoji bilan e'tiboringizni tortadi. O'zbekistondan bir guruh olimlar, ziyolilar va tarixshunoslarning bu zaminga kelishiga sabab o'tmishga qilingan murojaat bo'ldi. Boisi Sayfiddin Qutuz nomi bilan Misr tarixida yorqin iz qoldirgan vatandoshimizning qahramonliklari bugun ham bu yerda yashayotgan aholining faxriga, g'ururiga aylangan. Anushtegin, Xorazmshohlar sulolasining so'nggi vakili, Jaloliddin Manguberdining jiyani, Misr sultoni Sayfiddin Muzaffar Qutuz taqdiri aks etgan sahifalardir. Bu sahifa bevosita Turkistonning nafaqat Fors, Kavkaz, Janubiy va Kichik Osiyo, balki Shimoliy Afrika jumladan bugungi Misr bilan ham uzoq tarixiy rishtalar ila bog'langanligini ko'rsatadi. Mazkur konferensiya ishida ham aynan ikki daryo, Nil va Jayhun bo'ylaridagi ajdodlarimiz tomonidan yoqilgan ilm-fan va madaniyat chirog'i butun mintaqaga mash'al vazifasini o'taganligi haqida ilmiy asoslar keltirildi. Shuningdek, ikki davlatning nafaqat ilmiy ma'rifiy, balki siyosiy bog'liqlik, ya'ni Turkistonning Farg'ona, Buxoro, Xorazm, Dashti Qibchot hududlarida tug'ilgan o'g'lonlar, Misrda mustaqil Tuluniylar davlatini barpo qilgan buxorolik Ahmad ibn Tulun, o'lkada Ixshidlar sulolasiga asos solgan asli farg'onalik Muhammad ibn Tog'ach ibn Jaf, Mamluqiylar sulolasi asoschilari Oybek, Shajorat Dur, Mo'g'ullarning musulmon olamidagi bosqinlariga chek qo'ygan Sayfiddin Qutuzlar hayoti, faoliyati va ularni Misr rivojidagi ulkan hissalari e'tirof etildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun Qohiraning eng yirik kutubxonasida o'zbekistonlik olimlar tomonidan chop etilgan kitob taqdimotiga keldik. Sayfiddin Qutuz Misr davlatchiligi va tarixining eng yorqin siymolari markazidan joy olgan va u o'zbek farzandi. Uning musulmon dunyosi tarixidagi ahamiyati shu qadar buyukki, buni mamlakatimizdagi 110 million har bir misrlik biladi va faxrlanadi. Sulton Sayfiddin Qutuz o'zbeklar sulolasi bo'lgan Xorazmshohlar, xususan Jaloliddin Manguberdi bilan bog'liq. U Jaloliddin Manguberdining vatanparvarlik ishini davom ettirib, Misr zaminida o'z maqsadiga erishgan. O'zbek mualliflari ham aynan shu jihatga, ya'ni Sayfiddin Qutuzni Turkiston zaminidan Misr zaminiga qanday kelib qolganligi va musulmon dunyosi himoyachisi Jaloliddin Manguberdining davomchisi ekanligining kitobda aks ettirilgani juda o'rinli bo'lgan. Anjumanda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Xorazm viloyat bo'limi rahbari, tarix fanlari falsafa doktori Bekzod Abduraimovning o'zbek va ingliz tillarida nashr etilgan Sayfiddin Qutuz so'nggi zarba kitobi taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Mazkur kitob taqdimotida umuman O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar, ya'ni O'zbekiston Respublikasining turizm targ'ibotini ham bu yerda mana biz elchixonamiz tomonidan namoyish qilindi. Xususan Jaloliddin Manguberdi, Sayfiddin Qutuz, Al-Farg'oniy, Sayfsaroyi, Az-Zamaxshariy, Al-Farg'oniy, Sayfiddin Qutuz singari Markaziy Osiyolik turkistonlik sarkardalar, olimlar, muhaddislarni, shoirlarni Turkiston zaminidan Misrga bir vaqtlar o'rta asrlarda taqdir taqozosi bilan mana shu Nil daryosi bo'ylariga kelib ijod qilgan, davlat qurgan, ma'rifat tarqatgan ajdodlarimizni tarixini ham bu yerda o'rganish bizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Shu maqsadda bugun Qohira shahridagi bir necha kutubxonalarda, muzeylarda, fondlarda saqlanayotgan bizning tariximizga oid noyob tarixiy manbalarni ham izlash va ulardan faksimile nusxalar olish ham bizning bugungi asosiy rejalarimizdan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz.
Xabaringiz bor, joriy yilning 1-may sanasidan mamlakatimizda mahalla raislari saylovi boshlangan edi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonuniga muvofiq may-iyun oylarida respublika bo'ylab barcha mahallalarda saylovlar yakunlandi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda uyushma matbuot kotibi Jobir Asqarov xabar berdi. 3962 ta mahallaga yangi raislar saylandi. Saylangan raislarning 1196 nafari ayollar, 306 nafari tuman shahar kengashlari deputatlaridan iborat. Saylangan raislarning o'rtacha yoshi 51 yoshni tashkil etdi. Mahallalar uyushmasi va Taraqqiyot siyosati instituti o'rtasida memorandum imzolandi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Javdatxon Inog'omov Qirg'iz Respublikasi Taraqqiyot siyosati instituti jamoat birlashmasi rahbari boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv avvalida mehmonlarga davlatimiz rahbari tashabbusi bilan O'zbekistonda mahalla tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumot berildi. Tomonlar tajriba almashish, qo'shma ta'lim va taraqqiyot dasturlarini amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va madaniy muloqotni rivojlantirish masalalarida kelishib oldilar. Uchrashuv yakunida O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Qirg'iz Respublikasining Taraqqiyot siyosati instituti jamoat birlashmasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. Bizda yangi loyiha mahallangizga boramiz. Mazkur loyiha orqali mahallangizda mavjud muammolar va murojaatlarni boricha ko'rsatishga harakat qilinadi. Mahallangizga boramiz loyihasi ijodkorlarini o'z mahallangizga taklif qilishingiz mumkin. Buning uchun YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling va o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Mahallangizga boramiz loyihasini albatta kuzatib boring hamda bizga murojaat yo'llang. Assalomu alaykum mahalladagilar. Topinchi biz qayerga ketyapmiz? Bayram bo'lyaptimi deyman. Hop anja. Kameraga tushgim kelyapti-da. Yo'q, desachi? Yo'q. Mana bu yondagi ko'cha asfalt qilinmagan ekan. Uyingizga suv bormaydi? Mahalla raisi tomonda konditsioner bor, bu tomonda yo'q-a? Assalomu alaykum. Birinchi marta ko'rib turibman bunaqa mashina. Miyangizga nima to'g'ri kelsa shuni qilasiz. Kayvoni yurtimizdagi qadim mahallalar tarixidan so'zlovchi sahifa. Choshtepaning tarixi haqida ayni daqiqalarda bilib olishingiz mumkin. Eramizdan avvalgi asrlarda ham mavjud bo'lgan poytaxtimizdagi Choshtepa mahallasi tarixini bilarmidingiz? Hozirgi Choshtepa mahallasi miloddan avvalgi 6-asrda Toshkent shahri hududida, Jo'nariqning sohilida eng qadimiy qishloq sifatida Chochkat nomi bilan vujudga kelgan. Ko'chmanchi qabilalarning yurishlari sabab Chochkat vayron qilingan va qabristonga aylantirilgan. Miloddan avvalgi 2-asrlarda Choshtepada ko'chmanchi dasht qabilalari kelishi natijasida qovunchi madaniyati shakllangan va shaharchaga aylantirilgan. Aholi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. 6-8-asrlarda shaharchada hayot yana ancha yuksalgan. Chor Rossiyasi mustamlakachilik davrida hududdan pochta yo'li sifatida foydalanishgan. Bugungi kunda Toshkent shahar Sergeli tumani tarkibidagi Choshtepa mahallasi hududida 2 maktab, 1 xususiy oliy dargoh, 3 yirik korxona va 25 kichik korxonalar hamda ko'p maishiy xizmat tarmoqlari faoliyat yuritmoqda. Xo'sh, siz mahallangiz tarixini bilasizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi video aynan sizning mahallangiz haqida bo'lishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sun'iy intellekt asri. The Age of AI and Our Human Nature. Henry Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher. Sun'iy intellekt asri inson tafakkuri, qaror qabul qilish, siyosat, urush va sivilizatsiya tuzilmasiga sun'iy intellekt qanday ta'sir ko'rsatayotganini o'rganadigan chuqur va dolzarb asardir. Diplomat Kissinger, texnolog Schmidt va akademik Huttenlocher birgalikda yozgan bu kitob falsafiy mulohazalar va real hayotiy misollar uyg'unligini taqdim etadi. Sun'iy intellekt biz nima bilishimizni emas, qanday bilishimizni o'zgartiradi. Sun'iy intellekt natijaga erishishga intiladi, ammo insoniy qadriyatlarni tushunmaydi. Mualliflar sun'iy intellekt rivojida axloqiy va falsafiy mezonlarni saqlab qolish zarurligini ta'kidlaydi.
Asarning kuchli jihatlari shundan iboratki, tarix, falsafa, texnologiya, diplomatiya fanlarining turli sohalarini birlashtirgan. Oson tushunarli tilda yozilgan. Texnologiya va siyosat yetakchilariga amaliy choralar ko'rishni taklif etgan. Sun'iy intellekt muammosi u nima qilayotgani emas, balki bizni qanday insonlarga aylantirayotgandir, deya ta'kidlaydi Henry Kissinger o'z asarida. Sun'iy intellekt bu shunchaki vosita emas, u inson bo'lish mazmunini o'zgartiradi, deya ta'kidlaydi Erik Schmidt. Assalomu alaykum M-sayohat kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan jannat makon yurtimizdan chiqmagan holda yozning qizg'in pallalarida borish ayni muddao bo'lgan manzil tomon sayohat qilamiz. Demak, bugungi manzilimiz Urungach, Nefrit ko'li. Bu ko'l Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida, Ugam Chotqol milliy bog' hududida, dengiz sathidan 1350-1520 metr balandlikda joylashgan. Aslida bu joyda ikkita ko'l bor, pastki Urungach va undan yuqorida joylashgan Yuqori Urungach ko'li. Ular nega nefrit deb ataladi bilasizmi? Sababi suvning rangi aynan nefrit toshiga o'xshagan turkuaz yashil va g'oyatda tiniq. Siz 10 metrgacha bo'lgan chuqurlikdagi toshlarni bemalol ko'ra olasiz. Urungach tog' to'kilishidan so'ng tabiiy ravishda to'g'on hosil bo'lishi orqali yuzaga kelgan. Pastki ko'l yuqoridan tozalangan, filtrlab o'tgan suvni oladi. Shuning uchun bu yerda suv nafaqat go'zal, balki hayratomuz darajada musaffo. Hozirgi kunlarda O'zbekistonning ko'plab hududlarida havo harorati 40 darajaga yaqinlashmoqda. Aynan shunday issiq vaqtda Urungach tanani salqin, qalbni sokin qiladigan eng to'g'ri tanlov. Yo'l esa sarguzashtlarga to'la. Toshkent shahridan bu yerga yetib borish uchun sizga 4-5 soatlik avtomobil yo'li va so'lim tog'lar aro piyoda yurish kerak bo'ladi. Ammo ishoning, bu yurish sizga unutib bo'lmas manzaralarni taqdim etadi. Suv harorati esa alohida mavzu. Bahorda atiga 3 gradus, yozda esa eng ko'p deganda 8 gradus. Demak, Urungachda cho'milish bu nafaqat salqin, balki chinakam jasorat belgisi hisoblanadi. Bu joy kontent oluvchilar uchun ham ayni muddao. Har bir kadr o'ziga xos rasmga o'xshaydi. Ayniqsa quyosh nurida ko'l sathi marvaritdek jilovlanadi. Yozning qaynoq kunlari sizda soz o'tishini tilagan holda navbatdagi manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.